Chips biz 900. Aka nima bo'ldi ves? Siz akalar 8 kilo vес tashladim bir oy ichida. Qiynalib yurdi. Raqib 500 grammga hozir urishmayman, bir narsa deb tashlayapti. Yarim kiloga? Nima qilish kerak? 3-4 soat vaqt bor dedi. Barmoqliga tashlash kerakmi deyishdi ham. Sochim olib boringmi? Nima qilsa bo'ladi akalar, komment yozinglar. 4 soat vaqtim bor. Yarim kilo vес tashlash kerak. Nima mayapsan raqib? Mana chiqdimi? Qurib bo'lgan tani. Aka hijama qildirib yuboring. Ha, yozib qoldim. Hozir qilamiz a 500 gram. Variantlar bo'lsa, ves tashlab ko'rganlar bo'lsa, nima qilish kerak? 2 soat vaqtimiz bor. Yarim kilo ves yo'qotish kerak, bo'lmasa jang bo'lmaydi.